yoshlarni ko'proq sportga jalb qilish maqsadida mahalla fuqarolari yig'inlari hududlarida sport klublarini yo'lga qo'yishga amaliy yordam ko'rsatmoqda. Ana shunday klublardan biri taekvondo yo'nalishi bo'yicha Chinobod mahalla fuqarolari yig'ini hududida faoliyat ko'rsatyapti. Sport klubi O'zbekiston chempioni mahallaning yoshlari yetakchisi Abdumannob Abduhamidov tashabbusi bilan tashkil etilgan. Hurmatli sportchilar, hozir 5 tur yuguramiz, sekin. Yugurganimizdan keyin erkin mashg'ulotlarimizga o'tamiz. Boshladik. Sanoq bo'ylab sanashni boshlaymiz. Mana to'lsak. Ikki qator savlon olamiz, asosiy mashqlarga o'tamiz. Hurmatli sportchilar, hozir yuguramiz, fishka atrofini aylanib joyimizga turamiz. Taylandik. Hurmatli sportchilar, tizzamizni ko'tarib yugurib aylanamiz endi. Tizzamiz balanga ko'tarilgan holatda, qo'l qaytish holatda. Taylandik. Endi o'tirgan holatda sakrab yugurib borib kelamiz. Sakragan holatda yuramiz. Taylandik. Tul, set. Ikkinchi, ana, tul, set. Hurmatli sportchilar, ko'rsatilgan holatda texnikaga bajaramiz. Bitta. Hurmatli sportchilar, endi o'tirib, 5 marta o'tirib turgan holatda texnikaga tulyochagi zarbasini ishlaymiz. Boshladik. Ana, tul, set, yasot. Haqiqatdan yurtimizda yildan yilga sportga, jumladan taekvondoga qiziqish ortib bormoqda. Shunisi e'tiborliki, hududlar bo'ylab ko'plab taekvondo maktablari va to'garaklari tashkil etildi. Bolalar va yoshlar orasida taekvondo sportiga bo'lgan qiziqish ortdi. O'z navbatida ushbu sport turi ommaviy rivojlanish bosqichiga kirdi. Natijada mamlakatimiz atletlari xalqaro maydonlarda salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritishyapti. Mahallada 2021-yilda sport klubimizni ochdik. Shundan buyon 2024-yil fevral oyidan Chinobod mahalla yoshlar yetakchisi lavozimiga tayinlandim. Lavozimga tayinlangandan so'ng mahallada hozirda 6290 ta aholi, 1370 ta xonadon bor. Yoshlarimiz 14-30 yosh toifasida 872 nafar yoshimiz bor. U yoshlar bilan hozirda ishsiz yoshlar bilan bandligini ta'minlash, immigratsiyadagi yoshlarni bandligini ta'minlash bo'yicha faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Shundan so'ng mahallamizda sport klubimiz bor. Sport klubida 20 nafar yoshlar shug'ullanib kelmoqda. U yoshlar bilan muntazam sport faoliyati yuritib kelinadi hamda hozirda dzyudo sport to'garagan mahallamiz faoliyatini boshladi, futbol sport to'garagan faoliyatini boshladi. Mahallamizda taekvondo klubi natijalariga keladigan bo'lsak, natijalarimizda hozirda 80 nafar yoshimiz viloyatlar bo'yicha yuqori natijalarga erishdi hamda 11 yoshli yosh sportchimiz o'zini ilmiy maqolasini yozib, intellektual izlanuvchi hamda kelajak qanoti sotayotganlar bilan mukofotlandi. Menga bu natijalar ilhom beradi. Har kuni kechqurun o'zimga motivatsiya olaman. Bu 2026-yil mart oyida ilmiy tadqiqotlar kengashi bilan shartnoma imzoladik. Bu shartnoma nimaga xizmat qiladi? Mahalladagi yoshlarimiz bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish uchun o'zining ilmiy maqolasini yozadi hamda bu ilmiy maqolasini yuqori darajada o'zini taqdirlashi mumkin. Men o'zim ham ilmiy maqolamni yozib, kelajak qo'shqanot sotayotganlar bilan mukofotlangan Qozog'iston uyushmasi tomonidan
medal va ko'krak nishonlar bilan mukofotlanganman. O'zimda sinalgan narsalarni shu yosh sportchilarimizdan sinab, ularni ham yuqori natijalarga erishish katta maqsadim. Mahallada yoshlarimiz uchun hozirda yana prezidentimiz tomonidan yangi qaror, yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu yoshlarimizga katta tavsiya berib o'taman. Bu imkoniyatlardan to'g'ri yo'lda foydalanishinglar, bo'sh vaqtinglarni mazmunli o'tkazishinglar, ko'chada boshqa telefonlarda kamroq e'tibor bergan holatda sport yoki o'zimizni qiziqtirgan yo'nalish bilan shug'ullanishinglarni so'rab qolamiz. Taekvondoga 4 yildan beri qatnashaman. Ana Qibre tumanida musobaqa bo'ldi. Mahalliy o'rinlarni oldim. Yana Samarqandga borib keldim va chempionatda mahalliy birinchi o'rinni. Mana shunaqa imkoniyat yaratib bergan Abdumannob ustozimga rahmat, ota-onamga minnatdorchilikni bildiraman. Kelajakda men jahon chempionatlariga chiqishni xohlayman, olimpiada chempionlari bo'lishni xohlayman. Orzularim shu.